Chazorni eng birinchi pozitsiyasi O'zbekistonda nechi pul akalar? Menga kommentariyada yozib yuboringlar. Men sizlarga ushbu mashinani Xitoydagi narxini aytaman. Ko'rib turibsizlar, Xitoyda mana bu serisidan ham bor, mana bu qorasidan ham bor, undan tashqari oq rangi ham bor turibdi. Qisqasi bu mashinalar juda ham ko'p. Ushbu mashinaning narxi Xitoyda 9200, ya'ni eksport narxi. Endi bu mashinani O'zbekistonga olib borib rastamoshka qilishga taxminan men hozir hisoblab ko'raman va sizlar qancha farq qilishini kommentariyada yozib yuboringlar, biz ham bilib olaylik. 9200 ga olib turib O'zbekistonga yetkaziladigan bo'lsa, 1400, 1500, 1600 yo'lkilon qo'shadigan bo'lsak, plus yana rastamoshkasiga 9000, 10000 ketadigan bo'lsa, taxmin hisobladim 20600 yoki 19600 bo'ladi. Qisqasi 20000 atrofida ushbu mashina qo'lga tegar ekan. O'zbekistonda avtosalondan shu mashinani necha pulga olsa bo'ladi va nima deb o'ylaysizlar, necha pul farq qiladi? Arziydimi Xitoydan olib borib minishga yoki O'zbekistondan olish afzalroqmi? Aytgancha, ushbu chazorlarda eksportga dokumenti tayyor ekan. Ya'ni bemalol bu mashinalarni xarid qilishingiz mumkin ekan. Agar qiziq bo'lsa, bemalol pastki raqamlarga telefon qilib, ushbu mashinani xarid qilishingiz mumkin.